Odatda kishilar maktablarda va har xil yig'ilishlarimizda muzikasi bor bo'lgan, istiqlol marshi qo'yilganda va yoki bayroq chiqarilganda o'ri turib hurmat bildirdi. Lekin biz odatda Allohning kalomi o'qilgandimi unda qilmaymiz. Bu xil ulug'lash e'tiqodga taqishamdi. Bugungi davrda insonlar butun dunyo miqyosi bo'yicha vataniga, davlatiga simvol bo'lg'uchi bayroqiga, mustaqillik irodasiga vakillik qilg'uchi istiqlol marshiga alohida hurmat ko'rsatib, cho'ng bilib kelmoqda. Mohiyatda bu hurmat va cho'ng bilish yolg'iz ko'z oldida lapildayotgan tug' uchun bo'lmasdan, uningda mujassamlangan ma'niga bo'lmoqda. Shar'iy dalillarga qaraganimizda vatanga simvol qilingan davlat bayrog'i va istiqlol marshi haqidagi bu xil mubohlikni haromlikqa yoki makruhlikqa yetkazishning biror asosi yo'qligini ko'ramiz. Cheklanganlikka doir hech qanday dalil yo'q bo'lgan ekan, uni bidiyat deyishning o'rni yo'q. Bundaq bo'lishi uning ibodat doirasidagi ishlardan emas bo'lganligidir. Yana kelib, bu xil hurmatlash yoki ulug'lash hargizmi islom e'tiqodiga taqoshmaydi. Sherikka yetmaydi. Aksicha, bu islom tashabbus qilgan vatanni suyishdan iborat fazilatni ko'rsatadi. Chunki islomda Qur'on o'qilganda o'ri turishga buyurmagan bo'lsa-mu, lekin payg'ambarni, Qur'onni va Ka'bani ulug'lash bor. Bu turli ulug'lashlar Allohni ulug'lashdan farqli bo'ldi albatta. Alloh taolo mundaq deydi: "Sizlarning Allohga va uning payg'ambariga iymon etishinglar uchun uni, ya'ni payg'ambarni ulug'lashinglar va hurmatlashinglar uchun atiganda va oqshomda tasbih etishinglar uchun biz payg'ambarni avatdiq." Demak, Xoliq yaratuvchi zotga qulluq izhor qilib, uni ulug'lashning eng yuqori darajasi bo'lsa, maxluqni ulug'lash uningdan tuban darajada bo'ladi. Maxluqni Xoliqqa o'xshash darajada ulug'lasa bo'lmaydi. Ammo maxluqni maxluqqa loyiq ulug'lasa, hurmatini qilsa bo'ladi. Gerçi ba'zi islomiy iqimlar bayroqqa o'rtirishni harom yoki makruh davolsimi, amaliyotda ular mustabid podshohlarga o'rnidan turdi. Bayroqni ulug'lashmi Allohni ulug'lash darajasida bo'lmag'achqa, uni sherikka aparish to'g'ri bo'lmaydi. Unutmaslik kerakki, vatanni so'yish islom ta'kidlagan xislatlarning biri. Shundaqla dinimizda vatanparvarlikni kuchaytiradigan hamda shar'iy cheklimlarga muxolif kelgan faoliyatlar tamoman ruxsat doirasida bo'lib qolmay, bayroqqa hurmat bildirib o'ri turish, istiqlol marshini hurmat ehtirom bilan o'qishga o'xshash xayrlikka rag'batlantiradigan faoliyatlar rag'batlantirishga tegishli bo'lgan yaxshi odatlar qatoridandir. Albatta bir qism kommunistik davlatlardagiga o'xshash suiiste'mol shakldagi atalmish vatanparvarlik faoliyatlari buning sirtida. Istiqlol marshi o'qilganda qo'lini ko'tarish yoki qo'lini maydasiga qo'yishga o'xshagan ba'zi bir odatlarmi vatanni hurmatlashning nurg'un davlatlarda odatga aylangan usuli bo'lib, bu bayroq simvoli bo'lgan vatanni hurmatlashga kiradigan harakatlardandir. Bu munosabatda chilinadigan sozmi harbiy va turli murosimlarda vatanga simvol qilingan bo'lg'achqa, bu o'xshashlar mubohlik doirasida qoladi. Ixchamlasak bayroqqa, istiqlol marshiga hurmat yusidan o'ri turish cheklangan ishlardan emas, balki vatanga bo'lgan mansublik tuyg'usini kuchlantiradigan, bir vatan xalqni birlikka keltiradigan yaxshi odatlar jumlasidan. Turkiyada turayotgan Uyg'ur o'quvchilarmi ikkinchi vatani bo'lgan Turkiya bayrog'iga hurmat yusidan maktablarda bayroqqa o'ri tursa bo'ladi. Bu ularga aqallisi vatanni, bayroqni suyishni o'rgatadi. Unda qilmagan taqdirda bayroqqa hurmatsizlik qildi deb ayblanadi. Bu sababdan o'ri turish muayyanlashidi. Vallohu a'lam bis-savob.